Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yangi Palma orolidagi sotuvga chiqayotgan birinchi rezidensiyalarni ko'rib chiqamiz. Palm Central Private Residences nomi va Palm Jabal Ali, ya'ni yangi Palmada qurilmoqda. Naxil developeri tomonidan boshlang'ich narxlarimiz one bedroomlar $680,000 dan. Endi batafsil ko'rib chiqamiz. O'zi qanday bo'ladi, qanday holatda bo'ladi. Bu plyaj tomonidan ko'rinishi, bu bog' tomonidan ko'rinishi, bu kirib chiqishimiz va hammasi mana shu rasmda ko'rsatilgandek bo'ladi. Avval birinchi sotuvga chiqqan uylar mana bu tomondagi villalar edi, ya'ni vetkasi, ya'ni shoxidagi. Hozir birinchi mana bu apartamentlar sotuvga chiqyapti. Hozirda narxlari juda ham qulay, ya'ni eski Palma orolidagi narxlar $900,000, $1 million dan boshlanadi. Misol uchun Beyond Developerining passo loyihasi bor. Hozirda $1,200,000 one bedroom apartamentlar. Xuddi shunaqa holatdagilari. Endi bu Naxil kompaniyasidagi one bedroom apartamentlar narxi 680,000 bu boshlanishi. Albatta bundan qimmatroq bo'ladi. Misol uchun $700,000, $720,000 atrofida yaxshi variantlarni olsa bo'ladi. Endi uyga mana bu joydan kirishimiz. Bu tomonimizda oshxona, bu yoqda ovqatlanish, bu yoqda televizor ko'radigan joy va balkon. Balkonga alohida e'tibor berish kerak. Balkoni juda ham katta emas. Kichkina holatda, odatda Dubay shahri issiq bo'lgani uchun balkon juda ham ko'p foydalanilmaydi. O'shaning uchun kichkina joy ajratilgani juda ham zo'r hisoblanadi. Uy sizga arzonroqqa tushadi. Ya'ni yashash maydoni ko'proq bo'ladi. Bu tomonda umumiy sanuzel va shu joydan master bedroomimizga kiramiz va master bedroomning o'zini sanuzeli va bu yoqda yotoqxonasi bo'ladi. Juda ham qulay planirovka tashkil qilingan. 2 bedroomlarni ko'radigan bo'lsak, 2 bedroomlar, ya'ni 3 xonali variantlar, 2 ta yotoqxonali degani bu $1,159,000 dan boshlanadi. Xuddi shunaqa holatda planirovka qilingan. Mana bu yoqdan kiramiz. Mana bu birinchi bedroom, bu ikkinchi bedroom. Hammasini o'zini sanuzellari bor. Bunda ham balkon kichkinagina, ya'ni sizdan alohida pul to'lashingiz talab qilinmaydi, ya'ni qimmatga tushib ketmaydi sotib oladigan uyingiz. Endi lokatsiyasini to'g'ri tushuntiradigan bo'lsa, lokatsiyasi mana bu Palm Jabal Ali, ya'ni katta palma deyishadi. Ikkinchi palmamiz aynan mana shu birinchi, ikkinchi va uchinchi, 3 va 4-vetkani o'rtasida mana shu joyda 3 ta bino joylashgan bo'ladi. Xuddi mana shunaqa holatda 1, 2, 3 bo'lib shunaqa joylashgan bo'ladi. Endi narxlari va qulayliklariga o'tamiz. Qulayliklari zali bo'ladi, yoga studiyasi bo'ladi, terassasi, clubhouse, bolalar uchun o'yin maydonchasi, o'yin maydoncha, plyaj bo'ladi. Barcha qulayliklari bo'ladi. To'lov usuliga keladigan bo'lsak, umumiy to'lov usuli 20% boshlang'ich to'lov, 50% qurilish davomida va 30% uy bitgan vaqtda. Endi yana ham batafsil to'lov usulini tushuntirib aytadigan bo'lsam, misol uchun bitta $1 million ga uy sotib oldingiz, boshlang'ich to'lov 20% bo'ladi. 20% bu $200,000 bo'ladi va 4% registratsiya uchun to'lov bor bizda DLD ga. U 4% bo'ladi uyning miqdorini, u $40,000 bo'ladi. Shunda boshlang'ich bizga $240,000 kerak bo'ladi mana shu yilda. Keyin 2026-yilning aprel oyida 50%, ya'ni $50,000 to'lab beramiz. $1 million uy uchun. Mana shu joyga e'tibor bering. Agar $8,000 oladigan bo'lsangiz, yana ham arzonroq bo'ladi. Endi sentyabr oyini 2026-yilida yana 5% to'lab beramiz. U yana $50,000 bo'ladi va 2027-yilni fevral oyida 10% to'lab beramiz. U $100,000 bo'ladi. Va 2027-yilni iyul oyida yana 10% to'lab beramiz. U ham $100,000 bo'ladi. Va 2027-yil dekabr oyida 10% to'laymiz. Bu ham $100,000. Va 2028-yilni aprel oyida 5%, bu ham $50,000 va 2028-ni avgust oyida 5%, bu ham $50,000. Shunda biz 70%ni to'lab bo'lgan bo'lamiz va uyimiz bitadi. Uyimiz bitgan vaqtda, mana shu vaqtda biz sotib olsak ham bo'ladi.
Biz 1 million dollarlik uy uchun 700 ming dollar pul tikkan bo'lamiz. DLD bilan 740 ming. Lekin narxlar bemalol 1 million dollardan yuqoriga ko'tarilib qoladi. Siz mana shu joyda uyni sotib foyda bilan chiqib ketsangiz bo'ladi. Yo'q, mana shu 30% ni ham to'lab, 30% ya'ni 300 ming dollar bo'ladi. Uyni ijaraga chiqarsangiz bo'ladi. Ikkinchi variantimiz bor. Xuddi shunaqa variantlarimiz bor. Kimga qulay bo'ladigan bo'lsa, qiziqayotgan bo'lsa, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Batafsil gaplashamiz. Shunaqa. Juda ham ajoyib loyiha Palma orolidan.